Assalomu alaykum armiya. Tuzimsizlar? Charchamasdan bizni Instagram sahifamizda mol boqayotgan yoki boqmoqchi bo'layotgan odamlar bo'lishi mumkin. Shunga bitta narsani aytib bermoqchiman. Bitta tanishimiz bor edi. Oldin mol boqmagan, molga qiziqib qopti va borib 45 millionga, endi o'sha bir yil 2 yil oldin katta, suti ko'pgina Golshtayn zotli moldan olgan. U bo'g'oz. Keyin oradan bir oy o'tib u moli tug'di, lekin u tuqqandan keyin yelidan zaharlanish bo'lib, mastit bo'lib, qonga zaharlanish berib yorib, moli nobud bo'lib qolgan. U molini so'yib bergan. O'sha kasal molini so'yib bergan. U bo'lgan bo'lsa 12 millionmi, 13 million pul bo'lgan xolos. Endi batta nima demoqchiman? Bolasi qoldi. Endi bolasiga u kuniga 9 litrdan sut olib berish kerak. Qo'shimcha rasxod. Shuning uchun mol boqishni boshlamoqchimisiz? Qiziqasizmi? Avvalo o'sha mol haqida qanaqadir ma'lumotlarga ega bo'lib, arzonrog'idan olib boqib ko'rishni maslahat qilib beraman. Ana internetda ko'payib ketdi. Zo'rini boqing degan videolar. Siz zo'rini olganingiz bilan sizda agar mabodo malaka, o'quv bo'lmasa, u molni nobud qilib qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun fikr qilaylik akalar. Aqlimiz yetgan ishni qilganimiz yaxshi. Bu gaplarga sizlarning fikrlaring qanaqa? Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Qimmatini olib boshlash kerakmi yoki oldin o'rganib, yaxshilab, keyin aqli yetgan ishni qilish kerakmi?